Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlarga 48-razmer uchun asos andoza, standart asos andoza yaratishni ko'rsatib bermoqchiman. Biza darsliklarimizda ko'pincha e'tibor bergan bo'lsanglar, andozani orqa tarafini bu tarafdan qo'yib chizib borardik. Lekin kitoblarimizda orqa andoza bu tarafda joylashadi va shu tomondan shakllanardi kitoblarimizda. Lekin biza qulay bo'lishligi uchun bu tarafdan orqa tomonni bu tarafdan olib chizib ketardik. Mana bu shaklda. Mana. Bu karton shablon asos andozamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bostirib olganman boshqa bir qog'ozga. Xo'p, mana shunaqa shaklda bostirib olib, har xil modellashtirishlar bajarardik. Orqa andozni ko'rib turibsizlar chap tomonda, old andozi esa o'ng tomonda. Kitoblarimizda bunisi teskari joylashgan bo'ladi. Men ana o'sha ko'rinishida, kitob ko'rinishidagi andozani ko'rsatib bermoqchiman. Nimagaki qulay bo'lishi uchun. Ba'zi bir obunachilar kitobda bunaqayu deb nima qilishadi? O'shaning uchun kitobdagi holatini ko'rsatib bermoqchiman. Lekin aslida ikkalasi ham to'g'ri. Faqatgina asos andozani to'g'ri qursanglar, to'g'ri chizsanglar, bu orqa taraf bu tarafda bo'ladimi, orqa taraf bu tarafda bo'ladimi, uni umuman farqi yo'q. Shuning uchun e'tibor beradigan narsanglar faqat chizma bo'ladi. Asos andozanglar to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Men hozir mana bu tarafdan orqa tarafni boshlab, oldi tarafga, bu tarafga qo'yaman. To'g'ri chizsanglar bo'ldi. Uni umuman farqi yo'q. Matoga qo'llanishi ham ikkalasi ham bir xil. Unaqa matoga qo'llanganda oson bo'ladi. Mana bu variantda desanglar adashasizlar. Buni xohlasanglar oldi mana chizgan oldi tarafinglar mana shu chiziqlar ko'rinmay qolyapti desanglar, orqasiga bunaqa ko'chirib chiziqlar qo'yib chiqsanglar bo'ladi masalan. Matoga joylashayotganda ham bunaqasiga yoki bunaqasiga ishlatsanglar ham umuman farqi yo'q. Xo'p, endi hisob kitoblarimizga keladigan bo'lsak, hisob kitoblarimizni 48-razmerga olamiz. Mana shu hisob kitobimizni skrinshot qilib olib, chizib yozib olsanglar bo'ladi daftarga. Bu kerakli o'lchamlarimiz standartga. Demak, buni chizib bo'lgandan keyin qog'ozga mana bu A4 formatdagi kichkina qog'oz, mana bu A3 formatdagi katta qog'oz. Demak, karton qog'oz bo'ladi, orqasi jigarrang, metrlab sotiladi bozorlarda. Mana shu karton qog'ozga mana bu chizilgan asos andozani qo'yasizlar-da, qiylab olasizlar orasini va 1-2 minut kutib quriganini bilganinglardan keyin kesib olasizlar andozani. Kesib olasizlar va mana shunaqa shakldagi karton lekalachalar hosil bo'ladi. Bundan sekin-sekin modellashtirishlarga o'tiraveramiz. O'shanda bemalol mani tushunib boshlaysizlar, modellashtirishlarga kirishni boshlaysizlar, qiynalmaysizlar. Hozir sizlarga 48-razmerni chizishni o'rgataman. O'sha hisob kitoblarimizni skrinshot qilib olgan bo'lsanglar, darsni boshlaymiz. Demak, to'g'ri lineykada mana shu to'g'ri bir chiziq chizib olamiz. Keyin xo'p, bismillahir-rohmanir-rohim. Mana 0 ga chiziq qo'ydim va 100 sm o'lchab olaman. 100 sm o'lchab olaman mana shu chiziqdan. Libos uzunligi deb hisoblaymiz. Endi asosan dozalarni bo'ksagacha, asosan o'sha bo'ksagacha bo'lgan joyini kartonda qilsanglar bo'ladi bemalol. Libos uzunligi endi 100 sm deb oladigan bo'lsak, 100 sm ga men chegara qo'ydim. 100 sm ga mana 2 ta 50 qilib oldim. Chunki lineykamiz 53 gacha. Xo'p, endi orqa tomondan VPRZni tushaman. Ya'ni bizdagi VPRZ 21 plus 1,5 bo'lsa 21,5 qilib olamiz. 21,5. Mana 21,5 yozib ketyapman. Va DTS bizda 40 sm ni tashkil qilyapti. 40 sm. Vысота bедра 60 sm. Ya'ni men bu 50 ga 10 sm qo'shib olaman. Mana. Bu 40 sm. Mana bu tarafdan 40 sm, mana shu joydan bu yoqqacha 60 sm. Endi xuddi shu nuqtalar bo'ylab perpendikulyar chiziqlarni chizib olaman uzun qilib. Mana lineykamni mana bu chiziqqa to'g'rilab mana shu 60 santimetrgacha bo'lgan joyigacha sizlar shablon tayyorlasanglar ham bo'ladi. O'zinglarni qiynamasliginglar uchun. Men hozir buni длина изделияni 100 qilib olganman, shuning uchun 100 qilib oldim. Endi kengliklarimizni qo'yishni boshlaymiz. Undan oldin esa DTS, ya'ni bizda bel chizig'i bor. Orqa belgacha uzunlik degani DTS. Beldan 2 sm kiraman, ya'ni 40 uzunlikda turgan joydan 22 sm, 2 sm ni belgiladim va kirib oldim. Boshidagi nuqtadan o'sha bu bo'yin nuqtasi hisoblanadi. O'shanga qarata tekis chiziqni chizib qo'yaman mana. Mana qiyalanib tushdi 2 sm ga va bo'ksidan 2 sm ni yana belgilayman. Mana shu joyga 2 sm lik joyga mana to'g'rilab olib kelib qo'ydim o'sha 2 sm lik joyga. Etek qismigacha bu 2 sm perpendikulyarni tekis tushadi. Mana. Xo'p, endi kengliklarga o'tamiz. Kengliklarimiz orqa shisi, bizda orqa shisi 18,5. Mana shu qiya bo'lib tushgan liniyadan bu yog'ini qo'yaman 18,5 qilib. Mana shu joyga keldi. 18,5. Va shisi ketdi. Endi shipiri. Kengligimiz shipiri bizda 12,5. 12,5 ni 3 ga bo'laman. Bo'lamiz 3 ga. To'g'ri 1. To'g'ri 1 yana to'g'ri 1 plus qilsam
8.2. O'sha 3 ga bo'lganimni ikki qismi 8.2 ni shu joydan qo'yib olaman. 8.2 ni. Mana bu joyga 8.2. Xo'p, o'rtada kenglik qoldiraman. Kenglikni kelinglar 5 sm qoldiramiz. Yoki 4 yoki 5 sm qoldirsanglar yetarli bo'ladi. Men bu joyga 5 sm kenglik qoldirdim, kenglikka. Xo'p, undan keyin shipirini 3 dan 1 qismini, ya'ni boya 4 1 chiqdi, o'sha 4 1 ni qo'yib olaman. Mana 4 1. 4 1. Mana. Endi keyingi o'lchamimiz shg, shirina грудь, oldi kengligimiz hisoblanadi. Unga 21 sm. Hisob-kitob bo'yicha 21 sm ni joylashtirib olaman. Bu bizada 21 bo'lyapti. 21, 4 1, 5 sm oldiga nima qildik? Oraliq masofa tashladik. 8.2 shipiri bo'ldi proymani kengligi va orqa kengligimiz 18.5. Mana shularni kalkulyatorga solib yozib chiqaman. 21 plus 4 1 plus 5 sm plus 8.2 sm va plus 18.5. Общий 56.8 ni beryapti. 56.8 ni o'lchab olaman. Uning uchun 56.8. Mana bizga 57 ga yaqin bo'lib turibdi. Mana lineykada mana 57, mana bu joyda salgina yetmayapti. Demak, to'g'ri 56.8 ni beryapti. To'ppa-to'g'ri. Endi perpendikularni chiziq tortib chiqamiz. Chegaramizni aniqlab qo'yamiz mana. Endi keraksiz bo'lgan joylarini o'chirib tashlaymiz. Mana ortiqcha joy hisoblanadi. Bizga kerak emas. Xo'p, endi mana bu joydan 5 oraliq masofa turgan joydan biz to'g'ri chiziq tortamiz pastgacha. Mana buni xohlasanglar o'lchab olsanglar bo'ladi. Mana tekshirib, bu chiziq necha kelyapti? 25 dan ozgina oshgan holati. Bu liniyadan 25 dan ozgina oshgan holatini tekshirib olamiz. Shunchaki perpendikulyar chizig'imiz to'g'ri tushdimi, yo'qmi, shuni tekshirdim. Xo'p. Bu yerdan 5 qo'yib tortsak ham bo'ladi. Mana o'rta oraliq masofamiz. Endi bu tarafdan tepaga tortamiz buni. Mana. Tepa bo'yin o'yindini birlashtirib qo'yamiz. Mana bu chiziqqa. Mana. Ortiqcha joylarni o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Perpendikularni proymani chizig'ini tepaga tortib qo'yamiz. Mana shunaqa shaklda. Ana bizda chiziqlar tayyor bo'ldi. Endi bu chiziqlar bizga yordam beradi. Endi DTP ni qo'yamiz. Oldiga o'tamiz. DTP, ya'ni oldi belgacha uzunlik bu tarafdan tepaga qarab o'lchanadi. Bizda o'lchovimiz bo'yicha 44.5. 44.5 ni qo'yamiz. 44.5 mana. Odatda bizda DTP, DTS balans hisoblanadi va bu bizga klientning o'zidan olinsa juda ham chiroyli chiqadi. Hammada har xil bo'ladi. Bo'yiga qarab, anaqasiga qarab DTP va DTS klientning o'zidan olinadi. Va o'sha chiroyli chiqadi. Bellari joy-joyida bo'ladi, yo balandmas, yo pastmas, shunaqa shaklda joylashadi. Demak, ketdi. Endi biz hozir DTP ni qo'ydik. DTP dan keyin bo'yin o'yinlarini shakllantirib olamiz. Undan oldin esa bizda formula bor. Abxat груди, mana bu yozaman. Abxat груди 10 dan 1 plus 0.5. Abxat груди bizda 96 bo'ladi, chunki 48-razmerga ishlayapmiz. 96. OG bizda 96. 48 yarmisi razmeri beradi 48. Ana shuni 10 dan 1 bizda 9.6 bo'ladi, plus 5 bo'lsa 10.1 bo'ladi. Shuning uchun biz bu oraliq 10.1 emas, 10 deb ola qolamiz. 10 sm va 10 sm. Bel bo'ksa chiziqlaridan va tepadagi bo'yin chiziqlaridan ham 10 sm qilib belgilab chiqdim mana. Va tutashtirib mana olaman. Mana. Xo'p, bizda hosil bo'ldi. Mana oldi bo'yin o'yindi shishasi bizda 608, butunlab olamiz, 7 qilib olamiz. 7. Ana shu 7 ni bu tarafdan esa 1,5-2 sm qo'shib olamiz. 7 olgan bo'lsak 8,5 sm ni qo'ydim bu tarafdan. Bu tarafdan 8,5, bu tarafdan 7 sm ni oldim va men bu proyma to'g'ri bir turgan joydan esa 7,5 sm ni olaman. 708 shu 8 ga yaqinroq sonlarni olaman. Mana 7 mana. Olib mana shunaqa shaklda bo'yin o'yindisini hosil qilib oldim. Endi orqa andoziga o'taman. Orqa andozida bo'yin o'yindi 7 sm olingan. Bu tarafdan ham 7 ni belgilayman va 2 sm tepaga perpendikularni chiqaman. Mana shunaqa shaklda hamda bo'yin o'yindini qo'yishim kerak bo'ladi. Orqa bo'yin o'yindini ham chiroyli shakllantirish kerak bo'ladi. Mana bu joydan 1 yoki 1,5 sm tushamiz. Yelkani baland pastligiga bog'liq bo'ladi. Asosan 1 sm tushdim hozir va yelkani biz 14 qilib olamiz. 48-razmer uchun bizda 14. Mana shu joyda to'xtadi. Endi
Qolgan 1 santimetr tushgan joyimizda mana shu joyimiz bizada 1 yoki 1,5 santimetr tushiladi. Qolgan masofani o'lchaymizda mana bu proymani stoykasi 20,5. Tak, bu yoqdan 21,5 belgilangan. Bu yoqdan 20,5 bo'lsa, 20,5 ni yarmisi hop 10 dan ozgina oshadi. 10 dan ozgina oshgan joyini belgilab qo'yamiz. Aynan o'sha belgilagan joyimizdan pastki tomonini yana 2 ga bo'lamiz. 5 u 1 dan to'g'ri keladi. Mana 5 u 1 dan to'g'ri keldi. Bu joyi yarmini oldikda, shu yarmisini o'lchadik. Butun holatida yarmini oldik va o'sha yarmini yana yarimga bo'ldik. O'shanda 5 u 1 dan to'g'ri keldi. Ana shu 5 u 1 ni bu tarafga ham ko'chirib qo'yamiz. Hamda kontrol chiziqlarimizni bu tomonga ham oldi andozaga ham ko'chirdik. Mana shu nuqtamiz bizada HAYO bo'ladi. Orqa kontrol nuqtamiz bo'ladi. Oldi kontrol nuqtamizni belgilash uchun esa bizada sh1 12,5 bo'lsa, bo'lamiz 4 santimetrga. 3/1. Mana bizada 3/1 mana shu joyda AYO nuqtamiz bo'ladi. Oldi kontrol. Mana. Ahamiyat berib ishlayverasizlar. Bu tomondan 0,5 dan 1 santimetrgacha chiqsak bo'ladi. Masalan, kelinglar 1 santimetr chiqib qo'yamiz. Shunchaki. Bu yoqqa 1,5-1,3 santimetrgacha chiqsak bo'ladi. Men 1,3 santimetr chiqdim. HAYO nuqtasidan. Xo'p, endi esa kerakli lineykamizni kerakli joyini olib olamiz. Shu proymani chizish uchun. Mana. Chiroyli qilib chizish kerak bo'ladi. Proymamiz shaklini chiroyli chizish kerak bo'ladi. Xullas. Endi bu yoqda 20,5 edi. Bu yerga -2 qilib olib o'tamiz. Xuddi shu masofa bizada mana shu masofamiz 20,5 bo'lsa, -2 qilib 18,5 qilib mana bu tarafga ko'chiramiz. 18,5. Mana shu stoykani 18,5 o'lchaymiz. O'n 18,5. Endi duga qilib tushiramiz. Mana shu nuqtadan 18,5 ni belgilab chiqamiz. Xuddi shu ko'rinishda. Mana 18,5 tekshirib olamiz. Endi mana shu dugamizda bizga razmer 48 bo'lsa, 4,8 ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. 10 ga bo'lamiz. Razmerimizni 10 ga bo'lamiz. Demak, 4,8 ni mana shunaqa tarzda o'lchab olamiz. Mana shu joydan ekan. Endi orqa tarafdan ko'chgan joyga, mana shu joyga olib kelib qo'yamiz mana chizib. Masofasi 14 ga yaqin, 13,5 chiqyapti. Bizda o'shanda 7 ga sal yaqinroq qilib o'rtasi kerak bo'ladi. Mana shu chiziqning o'rtasini belgilaymiz va 1 santimetr bu tarafga qarab chiqib qo'yamiz. Ana undan keyin proymani shaklini sayqallab chizib qo'yamiz. Shunaqa shaklda hosil bo'ladi. Mana. Endi oldi tarafdan ko'krak, bu safar guruch qo'yamiz. Ko'krak balandligi bizda 30 santimetr. Ana shu 30 santimetrni qo'yib olamiz. Endi bu 30 santimetrga ham duga hosil qilib nuqta-nuqta qo'yib ketamiz. Mana menimcha 30 santimetr vысота guruch, 30 santimetr. Endi mana. Xo'p, belgilab qo'ydik ora-orasidan duga. Yelkani qo'yamiz. Orqada yelka 14 qilib olgan edik. O'sha 14 ni oldi tarafga 13 1 santimetr pasatda haqqi uchun qoldirib chizib olamiz. 13 ni. Mana bu dugaga tutashtirib, mana 13 qaysi joygacha kelsa, o'sha joyida to'xtaymiz. Mana bu joygacha to'xtadi. Dugani shakliga tutashish kerak bo'ladi. Mana shu 13. 13 ni chizdim. 13 santimetr yelkani haqqi mana shu joygacha keldi. Endi biz mana bu oraliqqa o'lchab olamiz. Bo'yin tugagan joydan bu tarafgacha 3 santimetr ekan. O'sha 3 santimetrni mana bu joydan 3 santimetr olib tashlaymiz. Mana shu joydan 3 santimetr ketadi. Mana shu 3 santimetr bu tarafga ko'chdi. Mana shu yelkadan olib tashaldi. Bo'lmasa uzun bo'lib ketadi. Buni haqqini bu tarafdan olib tashladik. Ketdi. Endi shu to'xtalgan joydan vысота guruch nuqtasigacha belgilab chizib qo'yamiz. Bizda 28,5 28,5 bo'ldi. Ana shu 28 o'lchaganimizni bu tarafdan 28,5 ni o'lchab qo'yib olamiz. Mana. Bu anaqamiz, bu chizig'imiz bu tarafga ko'chdi mana. Bir xil bo'lishi kerak. Mana shu masofa bu tarafga ko'chdi. Ana endi qiyalatib, bo'yin o'yinda nima qilgan joygacha tutashtirib qo'yamiz qiyalatib. Tepa tomon shakllandi. Bo'yin tomon bizda bitta eshik bor. Tepa tomondan 1 santimetrdan belgilab olamiz. Mana 1 santimetr tushdim. Bu tarafdan ham 1 santimetr tushaman. Bu tarafdan ham 1 santimetr tushib, oldi andozadan 1 santimetr yelkadan olib tashaladi. Mana. Bu kerak emas qismi hisoblanadi. Mana. Orqa tarafga 1 santimetr qo'shiladi. Mana. 1 santimetr qo'shildi orqa tarafga.
Mana sayqal berib formasini to'g'irlab qo'yamiz. Xo'p, tepa tomon hosil bo'ldi. Endi mana bu yerga chiziqlarni tortib qo'yamiz, kerakli chiziqlarni va bizda mana bu joyimizda formulada 10 chiqqan joyimiz mana bu tarafdan ham 10 santimetrni belgilab bir xil qilib olamiz. 10 santimetr bu tarafdan, 10 santimetr bu tarafdan bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Mana belgiladim. Tepaga qarab perpendikularni chiziq tortaman. Mana. Endi proymada mana shu chiziq bo'ylab 0,7 santimetr bu tarafga, 0,7 santimetr bu tarafga belgilab olaman. Общий 1,5 santimetrni tashkil qilishi kerak bo'ladi. Mana. Va mana. Proymadagi vitichka hisoblanadi. Bu tarafi yopib, bu tarafni ochdik, mana bundan kesdik, kurak vitichkani joyi hisoblanadi. Endi tepadagi protsesslarimiz tugadi. Belga o'tamiz. Belimizdan 1 santimetr tepaga chiqamiz. 1 santimetr tepaga chiqib, uzunroq chiziq tortib qo'yamiz. Bunday qilib chiza qolaylik baravar. Xo'p, o'rtadan bu tarafga qarab 1,5-2 santimetr kirib olamiz. 1,5 yoki 2 santimetr kirib olamiz. Keyin sayqallab belga forma beramiz. Mana. Endi boksa tarafdan esa 2 santimetrdan chiqib olamiz. 2, bu tarafdan ham 2. Mana 2 santimetr boksa liniyasidan. Va bizga forma berish uchun shunaqa lineyka yordamida sayqallab olamiz. Xo'p, endi esa belga o'tamiz. Bel vitichkalarimizni oldi tomoniga 3 santimetr, 1,5 bu tarafdan, 1,5 bu tarafdan belgilab chizib olamiz. Xo'sh. Pastga tomon belgilab qo'yamiz. 14-15 santimetrgacha tushsak bo'ladi. 14, 14 oldi tarafga, 14 santimetr oldi tarafga belgilaymiz vitichkani uzunligi. Xo'p, orqa tarafda ikkita vitichka solinadi asosan. Bitta vitichka solsanglar ham bo'ladi. Bu sizlarning xohishingizga qarab va fasonga qarab. Agarda fasonni torroq qilmoqchi bo'lsanglar, vitichkalarning miqdori ko'payib ketadi-da. O'shaning uchun xalta bo'lib qolmasligi uchun yana bitta vitichka solinadi. O'sha ikkinchi vitichkani vazifasi nima qilish bo'ladi? Torroq qilib berish hisoblanadi. O'shaning uchun yopishgan fasolida doimo ikkita vitichka solinadi. Vitichkalarning hisobidan kelib chiqib ham tanlanadi. Gohida belimizda bir xil bel yo'g'on bo'lsa, bitta vitichka ham достаточно yetarli bo'ladi. Asosan ikkita vitichka bilan ishlasanglar, ikkita tomondan olingan ham chiroyli figurani подчеркивать qilib turadi, chiroyli turadi. Bu sizlarning xohishingizga hisoblanadi. Orqa tomondan shs formula bor, 3 dan 1 plus 1 santimetr, 2 santimetr qilib ovorasizlar. Hozir shs bizda 18,5. 18,5 bo'lamiz 3 plus 1. 7,1 chiqyapti. 7,1 santimetrni olaman. Ana undan keyin 3 santimetrni qo'yaman. O'rtasi 1,5. X qilib tortaman. Tak, bu yoq tarafdan 15 santimetr tushaman. 15 santimetr tushdim. 15-16 santimetr tushaverasizlar. Ana undan keyin tepaga esa tepaga 15,5 qilaylik. 15 yoki 15,5 olib ishlayverasizlar. Xo'p. Endi ikkinchi vitichkani solish uchun qanaqa yo'l qo'llaymiz? Mana bu 1 santimetr tepaga ko'tarilgan joyimiz bilan mana bu joygacha olib kelamiz. 14,5 bo'lyapti. Yarmisi 7 dan ozgina o'tib to'xtaydi. O'sha joydan 0,5 santimetr mana belgilab olamiz. Mana joyga keldi o'rtasi. Bu tarafga masalan 0,5, 1 santimetrli vitichka hosil qilamiz. Bu standartga tayyorlaymiz. Mana. Mana chiziqdan 0,5 ko'tarildik. O'sha joydan hozir perpendikularni chiziq tortamiz. Mana bu vitichkalarni anaqasi bir-biriga anaqa bo'lishi kerak emas. Taxminan 12 santimetrdan 13 santimetrgacha olamiz. Tak, 12 ni oldim. Bu tarafdan ham 12 ni olaman. Xo'p, endi mana bu yerdagi boksa vitichkasidan chiziqqa boksa nimasi chizig'idan pastga qarab perpendikularni chiziq tushirib olaman. Pastgacha o'sha 100 santimetrgacha bo'lgan joyini. Atak andoza qurayotganingizda modellashtirayotganingizda boksagacha yetarli hisoblanadi. Boksagacha yetarli. Xo'p. Andozamiz tayyor bo'lib qoldi. Mana bemalol qo'llab har xil fasolda chiqarishingiz mumkin. Mana. Yana bitta to'liq ma'lumot beray. Buni vitichkasidan foydalanayotganda klientni o'zini belini hisobga olib, o'sha kengliklarni qo'yib olib, ana undan keyin vitichkalarini o'sha kenglikdan tashqarida qilib hisoblab, mana shu vitichkalarini hosil qilib olasizlar. O'zingizga kerakli kenglikni olasizlar. Mana shu chiziq
bo'ylab o'sha qancha masofa kerak bo'lsa sizlarga o'sha masofani qo'yib olib, undan ortig'i vыточкаga taqsimlab tashlaysizlar. O'shanda nima bu ortiqcha beldan chiqadi va ikkita vыточка hosil qilib ishlayverasizlar. Bu 3-chi vыточка yordamchi hisoblanadi. O'sha eng yopishgan fason uchun foydalanasizlar. Shunaqa qilib modellashtirib ketaverasizlar. Mana qizlarjonlar, asos andozamiz tayyor bo'ldi. Shu ko'rinishga kelgandan keyin menga masalan Telegramdan 97 261 1575 dan yozsanglar, men sizlarga tekshirib berishim mumkin. Keyin buni yengi ham bor. Xudo xolasa menga layklar, kommentariyalar yozib qo'llab-quvvatlasanglar, albatta yengini ham qo'yaman, xuddi shu razmerga va bemalol ishlayverasizlar, modellashtirishlar qilaverasizlar. 48-razmerga ideal qolib bo'lib tushadi ushbu andozamiz va buni xohlagandek modellashtirishingiz mumkin. Bu asosan yopishgan va yarim yopishgan fasollar uchun. Keyinchalik modellashtirishlarni keng fasonga qanaqa qilib o'tkazish, orqasini qanaqa qilib buklovga qo'yish, o'sha haqida ham to'liq ma'lumotlar berib boraman. Faqat meni aytganimdek qo'llab-quvvatlab, layklar bosib, kommentariyalar yozib tursanglar bo'ldi. Boshqa hech qanaqa narsa talab qilinmaydi.